Assalomu alaykum. Mana katta mashinalar borda bu yerda. Bitta akam bor edi. Uka katta ishlar ham qila olasanmi? Men ishim katta dedi. Aka u olib kelgan ishingiz kichkina bo'lsa kerak. Desam, "Yo'q, uka katta" dedi. Haqiqatda keluvdi katta ish ekan. Manaqa katta grider ekan bu. Mana bitta lopatkasi. Mana yerda bitta lopatkasi bor ekan. Shundan olib kelishuvdi. Mayallari buzilib qopti. Mana endi mashinalar remont bo'lyapti mana. Mana remont qilyapmiz mana ichlarini. Mana bu yoqlarni sabiratib qo'ydik. Mana. Mana seplari mana ularni mana mix tiqib qo'ydik. Hozir shplin tiqamiz. Mana sizlarga kecha ko'rsatgan ekskavatorning buti deb qoldi. Endi navbat bunikiga, mana buni qilinyapti remont.